Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men hozir juda ham bir chiroyli tadbirga kelyapman. Gulchehra Nurullayevani ijodiga bag'ishlangan tadbir. Bular mana kitob taqdimoti bo'ladi bu tadbirda. 3 tomli kitob taqdimoti. Gulchehra Nurullayeva O'zbekistonda eng tanilgan shoir bo'lganlar, o'zlarining she'rlari bilan ko'p insonlarni qalbidan o'rin olganlar. Tadbir hozir boshlanadi. Mana mehmonlar yig'ilyapti. Qadamlardan tortib o'sha shoirlik kamolati poylarda yurganlarini ko'rishimiz, his mumkin. Bu to'plamda asosan lirik she'rlar, qalb she'rlari joy olgan. Ular ham shoirani o'sha yo'llaridan bir namuna deb aytsak bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi jildda umuman boshqa ruhiyat. Shoiraning o'sha 30 yil davomidagi tadqiq davrida yozgan she'rlar. Ularning ruhiyati boshqacha, jangovarlik, kurashchanlik aks etadi. Bu she'rlar o'sha davr tarixiga yaqindor, o'sha davrda bo'lib o'tgan voqealarga munosabat shaklida yozilgan aksariyat she'rlar. Bu she'rlar vatan, millat dardida yonib yozilgan she'rlar. Adolatsizlikka, istibdodga qarshi qaratilib yozilgan she'rlar. 30 yil davomida o'quvchisi bo'lmasa-da yozishda davom etdi. Tadbirimiz fayzli bo'lsin va bizni xotiramizga eng yaxshi onlarni muhrlasin. Haqiqatan ham bugungi tadbirimiz ajoyib onlarga guvoh bo'lamiz. Bu tadbirimizda chunki yaxshi rejalashtirilibdi. Eng avvalo shoiramizni yaqindan bilganlar, uni taniganlar, yaxshi ko'rganlarni xotiralariga guvoh bo'lamiz. Bilmaganlarimizni eshitamiz, tinglaymiz, qolaversa shoiramizni o'zlari ijrolarida yozib qoldirilgan videolarni ko'ramiz videorolik ko'rinishida. Va tadbirimizni eng fayzli nuqtasi u ijodkorimizni asarlari shu kitob ko'rinishida chop etilgan va mana shu taqdimotga ham guvoh bo'lamiz azizlar. Hozir shoiramizni ijodlari bilan yaxshiroq, yaqinroq tanishish maqsadida she'rlarini biroz ko'z yumibdi. Mana shu ilk bor ko'rganimda mard tuyulganlar, keyin nomard chiqib mening sendan bo'lak ko'z tikarim yo'q, ko'zlaring ochmasang yumilgan ko'zim peshlar, ulug'liging ne harlar bizga. Esdagin, qiz bilan ikkoving asta zangiyo'l o'rtoqlarga ko'rsang yo'l. Entikib bir kunlik hisdan qizning yelkasiga ko'rsang qo'ying. Sizga bukilolmayman. Men siz kabi chalmayman qarsak. Mag'zillikning kuyiga bastman. Egnimda ham o'lam bichgan bo'lsak.